Assalomu alaykum hammaga YouTube ahli. Tinchmisizlar? Yangi videoga xush kelibsizlar. Sarlavhada ko'rdinglar, yangi videomiz UzAuto Motors avtomobillari, ya'ni GM salonlarida bo'layotgan yangiliklar 2026-yil mart oyi bo'yicha. Bugun 10-mart sanasi. Hozirgi paytda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Qaysi mashinalar nalichida, qaysi mashinalarga qanaqa kreditlar bor, rassrochkalar qaysiga bor? Shu bo'yicha ma'lumotlar berib o'taman. Shunaqa foydali, aniq, tiniq ma'lumotlar olish uchun yangi kuzatuvchilar obuna bo'lib qo'yinglar. Video boshidan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan oldingi videolarda aytgandim, Onyx Tracker'larning videolarida rassrochkaga olmoqchi bo'lganlar, harakatlaringizni biroz tezlashtiringlar deganday qo'shtirnoqchida gapirib ketgandim. Ya'ni gaplar kelgandi bizga. Hozirgi tartib, ya'ni juda zo'r qulay turibdi. Misol uchun Tracker'ga 48 oygacha, Onyxga 60 oygacha 50% to'lasa berilyapti-ku. Shu tartib qisqaradi deb kelgandi bizga xabar, ya'ni salondagi shu aksiya o'zgaradi deb ma'lumotlar kelgandi. Bir necha oy oldin, yangi yildan ham oldin kelgandi va shu uchun aytgandim, tartib o'zgaryapti. Olmoqchi bo'lganlar olsin deb. Bu hech kimni qanaqadir chorlash, tezroq sotib bir nimalar qilish emas. Asosiy maqsad ma'lumotni berish. Salonlar yangi yil oldi e'lon qildi, yangi yildan keyin bunaqa tartib bo'lmaydi deb men o'zim rasmiy sahifalarda e'lon qilganim yo'q, faqatgina YouTube'ga aytdim. O'zgarishi mumkin dedim, yaxshi tomon ham, yomon tomon ham deganim yo'q. O'zgarishi mumkin dedim. O'zgarmadi, xudoga shukr. Qisqasi, Onyx Tracker'larning rassrochkasi o'sha turishda davom etyapti. Tracker'niki ham, Onyx'niki ham 50% to'lasalaringiz 48 oy, undan kam to'lasalaringiz oyi biroz kamayaveradi. Shu tartib qisqaradi deb xabarlar kelganlarda, bundan oldingi yil rostdan ham shunday bo'lgandi. Yil boshida tartib qiyinlashadi, keyinchalik yil yarmiga yoki yil oxirrog'ida tartib yengillashadi. Ya'ni rassrochka oylari ko'paytirilib, shunaqa qilinardi. Xudoga shukr, kamayadi. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bemalol avtosalonimizga, Navoiy Avtotex xizmat avtosaloniga tashrif buyurib, kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. 2025 versiyalar hali ham mavjud. Misol uchun adashmasam mana shu rang 2025 bo'lsa kerak, shunday bitta oldiniga qarasak bilamiz. 2025 Tracker'larning 2025-ni rassrochkaga 4 million so'm chegirma bilan olsalaringiz bo'ladi yoki naqdga 12 million so'm chegirma bilan olsalaringiz bo'ladi. O'zini chegirmasidan tashqari, misol uchun mana shu LTZga 15 million chegirma, 15 milliondan tashqari yana 12 million chegirma qilib beriladi. 100% to'lab olsalaringiz. Onyx'larning ham 25'lari bor. Endi 25'lar ko'pisi ranglik, qora, oq ko'pchilik so'raydi, qolmagan ko'p joyda. Yana bir salonlar bilan bog'lanib, biz bilan bog'lanib ma'lumot olsalaringiz, qidirsalaringiz bo'ladi. Lekin ko'pisi gan, qizil, ko'k. Misol uchun bizda nalichida shunaqa. Mana bu gan rang, mana bu qizil rang 25, mana bu ko'k rang 25, mana bu qizil Tracker LS 25. Ko'pchilik LS qorasi bormi 25 bo'lsa ham olamiz, 4 million arzon bo'lsa deydi. Qolmagan afsuski. Ranglilar qolgan. Trackerlarni, Onyx'larni, grafiklarini, rassrochkasini men Telegram kanalimga tashlayman. Описаниеda Tracker Onyx rassrochka grafik deb naqd ссылка qo'yib qo'yaman. Ustini bosib kirib grafiklarni ko'rsalaringiz bo'ladi bemalol. Damaslar bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Bularni ham aytib ketayda. Trackerlar hamma salonda ham nalichi bo'lmasligi mumkin. Misol uchun o'zimizda ham Trackerda LS bir tortilib qolganda, qora rangi, to'liq qilsangiz bir hafta, 10 kun atrofida yetib keladi. Nalichi bo'lmasa agar, nalichi bo'lsa, qaysi rangi bo'lsa o'shani xarid qilaverasiz. Ayrimlar qora deb so'rab kelishadi, nalichi bo'lmay qolsa, aka oq nalichda bor deymiz. Xohlaganlar oq olsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Endi Damaslar bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Tashqari biroz sovuq bugun. 10-mart, hamma kurgaga yuribdi mana xodimlarimiz ham. Damaslar avtosalonimizda rassrochkasi davom etyapti. 25% dan boshlab to'lab olsa bo'ladi. 25% to'lasalaringiz 10 oyiga 1% beriladi. Oylik to'lov ko'proq chiqadi. 7 milliondan ham oshiq chiqadi. To'lab biladiganlar bor degan shuni ham necha kishi oldi. Zo'r-ku, 10 oyga tezroq yopib tashlaymiz deb olishadi. Buni ham grafikini xuddi o'sha gap Telegram kanalimga tashlaganman. Video kommentariyasida ham, описаниеda ham yozib qoldiraman. Damasda oddiy, ya'ni 3 qatorli versiyasi nalichi to'laysizlar, olib ketaverasizlar. Van bilan kombisi to'lasalaringiz 1 kun 2 kun kelyapti. Faqatgina krizis bo'lib qolgani hozirgi paytda Labo. Mana bu yerda ham yo'q, qaranglar, Labo. Labo avtomobili hech qayerda bugungi kunlar bo'yicha tayyor yo'q. Juda sekin kelyapti, juda kam kelyapti.
bir oylab kutaverasizlar, расчёtni bir oy olaveringlar, lab olmoqchi bo'lganlar. Men eshitdim, call centerdan o'tiramanda salonda, mijozlar telefon qilishdi. Qancha paytda keladi degan paytlari, bir oy atrofida keladi degan paytim, palonchi salon 5 kun keladi deyapti-ku deydi. Unaqa bo'lmaydi. To'latib olish uchun shunday deyishadi, to'lagandan keyin aka unday bo'ldi deb bir oy kutasizlar-da. Bilaveringlar, bugun kecha kunduzda bir oy kelyapti. Mana bu yoqda bor ekan labo. Labimiz ham o'sha labo. Nimaga sekin kelyaptini aniq tiniq ma'lumotlarga ega emasman. O'zimni o'ylashim bo'yicha yetkazib berish bo'yicha muomala bo'lgani uchun kam beryaptimi deyman. Ko'chada ko'rgan bo'lsalaringiz, Damaslarni bitta treylerga 8 ta Damas urmayapti-da. Ikkita labo tiqibdi-da, keyin qolgani Damas uryapti. Sababi o'sha trassada yuruvchilar biladi, tarozi, ya'ni shu yo'ldagi avtomobillarni toshish bo'yicha juda katta reydlar o'g'irlayapti. Ikkita Damas ursa, 8 ta Damas ursa 2 qavat qilib baland bo'lib ketib qolyapti treyler. O'sha me'yordan o'tyapti shekilli. Shunday evaziga past qatoriga labo uryapti-da, tepaga Damas uryapti. Keyin laboni borti tepasi yo'q-ku. Tepa ikkinchi etajda pasaytirib qo'yadi. Shunday evaziga faqat ikkita labo kelyapti. Damasda yaxshigina kelyapti. Endi bu mening taxminim. Yana bilmadim deydi-ku. Men taxminim shu yetkazib berish bo'yicha biroz cho'zilish bo'lgani uchun labolar kam chiqyapti deb o'zimcha o'ylayman. Cobaltlar bo'yicha ham aytay. Ichkarida turib gapiraman, endi to'g'ri tushuninglar. Yengilgina kiyinib olganman, ko'cha yaxshigina sovuq. Men qorcha ham uryapti-da. Cobaltlar Salemsem, Midnight ham, bu yerda ham terib qo'yamiz, juda ko'p Cobalt. Qatoragisi Cobalt ketgan, bu taraf ham qatoragisi Cobalt ketgan. Salemsem, Midnight ham oq ranglardan nalichida bor. Kelasizlar, to'laysizlar, olib ketaverasizlar. Xohlagan viloyatdan farqi yo'q, kelaverasizlar. Kreditga ham olsalaringiz bo'ladi. Cobaltga рассрочка ochilgani yo'q. Ochilishi haqida hozircha hech gap ham yo'q. Ochilsa birdaniga e'lon qilinadi, biz ham menimcha birdan bilamiz. Lekin hozircha Cobalt рассрочкasi bo'yicha hech gap yo'q. Naqdga yoki kreditga olsalaringiz bo'ladi. Kredit masalasi boshlang'ich eng kamida 15% to'lab olish imkoniyati ochilgan, yillik 25% bilan. Buni ham grafikini tashlab qo'yaman Telegram kanaliga. Описаниеda yozib qo'yganman. Cobalt grafik deb kirib ko'rsanglar bo'ladi. Eng kamida 15% to'lab Aloqa bankdan chiqarishlaringiz mumkin. Undan ko'p to'lasalaringiz, men sizlarga Asaka bankda taklif qilaman. Asaka bankda kredit foiz stavkalari tushgan. Ko'rib turibsizlar, necha kishi bor? 1 2 3 4 5 6 kishi shu yerning o'zida o'tiribdi. Kredit chiqarish uchun. Bu yoqda ham necha kishi o'tiribdi. Bank kassasi ham shu yerda o'zida mavjud. Boshlang'ich to'lov to'laysizlar, kreditchani chiqarib beradi, minib ketaverasizlar. Agar naqdga olaman desalar ham shu yerning o'zidan ishlaringizni bitiramiz. Kassamiz ishlayapti, to'laysizlar. Mashinani minib chiqib ketaverasizlar. 10 minutda ham olib ketasiz, 15 minutda ham olib ketasiz. Dollar qanday bo'ladi deb so'rashadi. Bizda Asaka bank, rangidan ham bilsalaringiz bo'ladi. Asaka bank kassasi. Asaka bank bankka qaysi kurs bilan sotib olsa, shu kurs bilan sotib olaveradi. Bizning kassamiz ham. Foiz olmaydi ayrim banklar. Ayrim salonlar kassasi foiz olyapti deyishadi. Bizda foiz yo'q. Damas 3 ham davom etyapti savdosi. Shartnomalar berilyapti. Hali lekin birorta mijozniki kelgani yo'q. Eng yaqin srok iyun berilgan klientlarniki to'lashganda hali birorta odam kelgani yo'q. O'sha ko'rgazmada salonimizda turibdi. Bularni obzorlari mening kanalimda bor. Men qo'yilib qo'ygan narsam Damas 3 ga akkumulyator mashina ekan. Realniy salon ichida любой salonda shunday-da. Mashinaning akkumulyatori tez o'lib qoladi, sababi necha marta ochib yopiladi mashinani. Har safar ochib bilgan payti ichkaridagi svetlari o'chiradi, tablosi o'chiradi. Kichkinagina akkumulyatorcha bo'lsa ham mashina ekan. Cobaltlangan dajul bo'ladi. Keyin biz zaryadga qo'yib qo'yamiz bitta yoki yoqib qo'yamiz. Mana shularni anchadan beri yoqqanim yo'q. 15 kun, 20 kundan beri yoqqanim yo'q menimcha. Har zaman yoqib qo'yardim. Akkumulyator zo'r ekan. Bu realni o'zimni izohim. Buni akkumulyator bunikidan ham kichkina. Buniki sal kattaroq, 1.5 tiki. 1.2 ni akkumulyatorchasi eng kichkina. Kim kelib salonga ko'rgan bo'lsa biladi. Cobaltlarni grafiklarini aytdim, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Men grafikni balandroq foiz bilan hisoblayman. Shu 24-25 hisoblayman, 1%, 1.5%. Ko'pchilik aytadi, 23% dan ham berib tikpalon bank deydi. 23 bilan hammaga ham bermaydi. Kimdir ish haqisi bor, kimdir yo'q. Uni pasaytirib olaversa bo'ladi. Men sizlarga balandroq ko'rsataman. Bankka borsalar, xudo xolasa undan ko'ra kamroq qilib chiqarib beradi o'yli grafiklarni. Misol uchun 21% dan olsa bo'ladi kombinat ishchilari. Asaka bank 1 yilga kredit olsangiz 25, 20,5% dan ham beribdi.
20 yarim, 21 emas. U grafiklarni ham maksimal tashlab qo'yishga harakat qilaman. Keyin Cobaltni eskilarini ko'pchilik so'raydi. Unutinglar. Ular qaytib bo'lmaydi. Style bormi? 147 bormi? Style bormi deb juda ko'pchilik so'raydi. Style Plus'dan oldin oddiy style bor edi-da. O'sha oddiy style ham ko'pchilik so'rardi. Oddiy style shunday yopildi, Style Plus chiqdi. Endi Style Plus ham shunday ketdi-da, o'rniga Style MCM da chiqdi. Style MCM, Midnight MCM. Endi faqatgina mana shu yangi chiqqan MCM variantlarini olsalaringiz bo'ladi. Stylelar tamom, u yo'q 25, ularning 26 umuman yo'q. Faqatgina qo'ldan olsalaringiz bo'ladi. Salonlarda menimcha qolmagan. Bizning salonimizda oddiy o'sha 25 stylda o'zi yoki Midnight'ni o'zi yo'q. Faqatgina MCMlar tayyor, rangli to'lamoqchi bo'lgan mijozlar to'lasalaringiz bo'ladi, bo'lmaydi emas, faqat nalitchi emas. Biroz muddat kutilishga to'g'ri keladi, lekin ko'pchilik qora so'rab kelgan odam ham aka qoraga bir 15 kun, 20 kun kutasiz, oq bo'lsa tayyor desak, oq bo'lib ketadi. Ko'pchilik shunday endi kutishga ko'pchilikning sabri yetmaydi. Menimcha kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarni berib o'tdim. Hamma ma'lumotlarni qisqa qilib aytganda, rastrochkalar o'sha tartib bilan davom etyapti. Damas'da 50% to'lab 28 oygacha, Trekkerda 48 oygacha, Onyx'da 60 oygacha befoiz bo'lib berishga olsalaringiz bo'ladi. Cobaltlarga bo'lib berish degan narsa hali yo'q. Ochilsa ham meni qarshiligim yo'q. Bundan oldingi videoda aytganman, ochilsa ham meni hisobdan berilmaydi. Ochilsin, men xalqqa e'lon qilay, odamlarga foydali ma'lumotlar tarqatay. Kerakli ma'lumotlarni berdim. Like bosib qo'yish izdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar, yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa kerakli, aniq-tiniq ma'lumotlarni sizlarga berib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.